Albatta, bugungi kun ajoyib tarzda o'tdi desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi davlatimiz rahbari tomonidan har payshanba yoshlar bilan uchrashuv kuni deb etib belgilandi va shuni qatorida bugun Neftchi jamoamiz bilan birgalikda Qo'shtepa tumaniga tashrif buyurdik. Bu uchrashuvdan maqsad bu yerdagi yosh sportchilarni, yoshlarni sportga qiziqishini yanada oshirish va hamda o'sha jamoa bilan muxlislar o'rtasidagi munosabatlarni yaqinroq holatga olib kelish maqsadida bu tadbir tashkillandi. O'ylaymanki, tadbir ajoyib tarzda o'tdi. Birinchi navbatda o'sha Qo'shtepa tumanidagi juda ko'plab yoshlar to'g'ridan-to'g'ri o'zlari doim muxlislik qilayotgan futbolchilarni o'sha yaqindan ko'rishdi, ular bilan suhbat qurishdi va o'zlarini qiziqtirgan juda ko'plab savollarga javoblar olishdi. Bundan juda ko'pchilik xursand bo'ldi. Ularda o'sha ayniqsa kichkina bolachalarni ko'zdagi quvonchdan ham bilsa bo'ladi. O'ylaymanki, bunaqa tadbirlar yosh avlodni sportga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni o'sha oldiga qo'yayotgan maqsadlariga yanada katta kuch bilan harakat qilishiga undaydi deb bemalol ayta olamiz. Har bitta o'sha bola o'zini qiziqtirgan savollarni berdi. Endi undan qiziqarlirog'i o'sha yerda o'zi bitta opamiz qiziqarli savolni berdilar. O'sha eng yaxshi savol deb o'sha opaning savolini e'tirof etdik. Farzandlari bo'yicha savol berdilar. Farzandim o'zi hujumda o'ynashga qiziqadi, lekin murabbiyi uni himoyaga qo'yyapti. Shunga o'xshash savollar bo'ldi va yana bir yigit asosan o'sha tanaffus paytida juda ko'pchilikga qiziq bu narsa. Tanaffus paytida murabbiy nimalar deyishi, futbolchilarni qanaqa ruhlantira olishi, shunga o'xshash qiziqarli savollar berishdi. Aynan nima uchun Qo'shtepa tumanini tanladik? Sababi bu yerda o'sha juda ko'plab yoshlar futbolga qiziqishini hisobga olgan holatda bugun o'sha Qo'shtepa tumaniga tashrif buyurdik. Bu ham o'sha tuman uchun juda katta yutuqlardan biri hisoblanadi. Bemalol ayta olaman. Sababi Neftchi jamoasini barcha jamoa murabbiylari, futbolchilar bu yerga borishi va bu harakatlar albatta hammasi o'sha maqsad viloyatda sportni har bitta chekka hududlarda ham rivojlantirish, har bitta viloyatda o'sha chekka hududlarda ham aholini, yosh avlodni sportga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida bu ishga qo'l urdik. Albatta, birinchi navbatda Qo'shtepa tuman hokimligiga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi ajoyib atmosferani, ajoyib muhitni tashkillab berishdi. Bu yoqimli holat futbolchilar uchun ham, murabbiylar uchun ham. O'sha yerda butun Qo'shtepa xalqini jamlab, yoshlarni jamlab, ular uchun bemalol ayta olamanki, bugun unutilmas kun bo'ldi. Ular uchun o'sha bayram kayfiyatini ulasha olishdi. Buning uchun tuman hokimiyatiga, barcha mutasaddi tashkilot rahbarlariga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman.